Bismillah, Robbimga hamd va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga cheksiz salovatlar. Ayni paytda Madina Munawvaradamiz. Turbatu Suayb degan joy. Bu joyni mashhur qilgan narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mashhur bir hadis sharif bor. Bu hadis sharif Oysha radhiyallohu anha onamizdan rivoyat qilingan. Aytadilar: jarohat yoki biror bir kasallik bo'lsa insonning biror a'zosida odatda ishora barmog'ini tiliga tekkizib namlab, undan keyin o'sha pok yerga o'sha barmoqni qo'yib tekkizib va og'riq bor, jarohat bor joyga qo'yib, mana bu sunnatiy duo o'qiladi. Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni robbina. Mana shu duo sunnatiy duo o'qiladi va alhamdulillah shifo topadi inshaalloh. Mana shu ish, ya'ni tuproqqa barmoqni tekkizish faqat Madina Munawvarani o'ziga xosmi degan bir savol bo'lganda, yo'q, har bir musulmonni o'zini yurtidagi pokiza tuproq, pokiza yerga xosdir degan olimlarning sharhlari bor. Lekin shundoq bo'lsa ham Madina Munawvaraga kelgan salaflar va ulardan keyingi ummati Muhammad, ya'ni islom va musulmon jamoasi mana shu yerga kelib, mana shu tuproqdan Rasululloh shu yerda shundoq qilganlar deb turib, odatda shifo uchun shu ishni bemorlar uchun qilib qo'yishadi. Bu bog'ning nomi ham Bustoni Shifo, xaritada ham bor bu narsa. Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz joylashuvini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sunnatiy duolarini hurmatidan Alloh taolo har bir bemorga o'zi shifoyi komil bersin. Turbatu Suayb degan joy bu yer.